MiGo degan do'stlar, bu dastur ham yangi chiqqan dasturlar qatoriga kiradi. Bu dastur manzilimiz ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. Bunda bitta tomoni o'g'il bolalar uchun ham o'zi sirazi jonli efir ochilar ekan do'stlar. Hop, bunda ham agent kerak bo'lar ekan do'stlar. Shu sinki orqali o'tsalaring, men sizlarga agent bo'laman. Bundan oldin do'stlar verifikatsiya bo'limidan verifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda agentstvolar bor ekan. Xohlagan odamingizga xohlasangiz kirib agent bo'lishingiz mumkin. Hop, bu yerda do'stlar bizni Gorodniy agent Sofiya bularni hech qaysiga kirib bo'lmayapti. Bular shunchaki reytinglar ekan do'stlar. Hop, do'stlar, dastur manzili kommentariyada bo'ladi. Hop, bunda ham pul chiqarishimiz xuddi shunday. Narigida qanday bo'lgan bo'lsa, bunda ham xuddi shunday. Bunda ham olmos sotib olishimiz mumkin. Получение podarikni sotib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Hop, almazdan pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda hisobimizda yo'qligi uchun shuning uchun biz almashtira olmaymiz. Hop, 80 almazimiz 20 ta tangaga almashar ekan do'stlar. Hop, bunda ham nima qilsak bo'ladi? Shu bu yerda kasholak bo'limida klan bo'limlari bor ekan do'stlar. Sozdатini bosamiz. Ustupайте klan. Bironta klanga qo'shilishimiz kerak bo'ladi menimcha. Hop, уровень богатства 5, VIP уровень 3, уровень svip 1 biz qo'shilishimiz mumkin ekan. Hop, do'stlar, количество подарок sentralniy zadaniya bo'limidan zadaniyalar bor do'stlar. Kunlik kirsangiz tanga olishingiz mumkin ekan. Bu yerda ham vazifalarni bajarsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, endi do'stlar nima qilishimiz mumkin? Battle'larda ishtirok etishimiz mumkin ekan do'stlar. Bularga qanday narigindagi popoda ham bir xil. Hop, buning uchun do'stlar biz nachat tugmasini bosamiz, nachat efirni bosamiz. Efir, голосовой chat, video translyatsiya. O'zingiz nima xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin.